Assalomu alaykum, Sardor TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Все, давайте, вышли отсюда. O'zimizdan xavfsizligimiz uchun ol. O'zimizdan xavfsizligimiz uchun ol. Nima qoldi? Mani videoga oldi. Yo'q, o'zimni xavfsizligim uchun olman. Sizga tashlandi. Yo'q, nima? Videoga mani haqorat qildi. Iflos qildi. Mana hozir yashayotgan sajidada. Mana mana. Ustingdan yozib beraman sana. Uspokойся. Xo'p bo'ladi. Men bitta nozir deganim sajida bor. Ediyor degan anaqasi bor. Ustidan yozib beraman. Qarang, o'zingizni bosib oling ozgina. Bu parda kimniki? Mana anaqada Samarqand darvozada bo'lyapti. Men buni bermaslik uchun 7 yil bermaganman. Hayotini buzgan. O'zi bitta begona ayol, o'zi oilasini buzib olgan bitta erkak to'rtta bolasini yetim qilib. Menga qarang. Janjal bo'lyapti, jo'nating. Janjal haqorat tuhmatini Hammasini ustidan yozib beraman. Hammasini ustidan yozib beraman. Samarqand darvoza. Durdimmi? O'zingizni Samarqand darvoza. qo'lga oling. Eshitasizmi? Aholiqa. Mana ne bichim yozibsan? Videoga tushib kerak, videoga tushib kerak. Videoga bosmi? Ha, aka olma. Voy. Mustafa ne bunaqa? Olmasanmi? Voy. Aslida qachon qilgan? Sen chishasiz, akasiz. Sen do'drama qo'rqasdan. Bo'ldi, yuring. Qo'rqmanglar, mana oldingiz. Mana o'z bolam saqlab. Bor yoqqa. Manga bor. Yo'q, oyi tegmay. Oyi jimi. Onam olib kirib keting bo'ldi. Onam olib kirib keting bo'ldi. Bolam olib chiqib keting. Bolam Kino efekt Mani tergovchini ham stoyatma, mani syomka qidirtirmadi. Tergovchi syomka qidirtirmadi mani. Ularni qidirtirdi, mani qidirtirmadi. Ona, siz hech baloga gapirmang. Ona, hech baloga gapirmang. Voy, mani urmoqchiman. Voy, tavba. Voy, mani urmoqchiman. Voy, tavba. Necha yil o'ziga boshing. Ona, o'ziga boshing. Necha yil men pul bermading? Kuchli bo'ling. Necha yil men pul bermading? Nimaga olib ketmading? Qachon shunaqa deding? Ona, bo'ldi qiling. Nima bermading? Nima bermading? 7 yildan beri yuribman. Dokument. Men qo'rqishim videoga bosaman. Sen qo'rqma. Mol qizim mol sen qo'lingda bo'ladi. Tushundingmi? Sen qo'rqma. Biz qo'rqaman bo'lib olsam, ishingizdan qo'rqmaymiz biz. Sen qo'rqib buni molni olishlar o'tirib qizni haydab chiqarib olish. Mana videoga qo'ydim. Nima qilasiz bo'ldi? Sen o'qishlarga o'tirishga haqqing yo'q. Sen oling, ishlab turib, kerak bo'lsa sallagan mol mulksan. Men qilgan mol mulkimni qilmasin, tushundingmi? Nimaga o'qishlarga o'tiribsan mani mol mulkimni? Nimaga o'ynashing bilan birga mol mulkimni ishlab o'tiribsan? Nimaga sen mani videoga bosasan? Nima maqsadda bosasan sen mani videoga? Nima maqsadda bosasan? Nima maqsadda videoga bosasan? Nima maqsadda bosasan videoga? Nima maqsadda bosasan? Uchastka chaqirib. Mana odam, mani molimni olib, o'g'irlab, ikkinchi xotin bilan birgalikda molimdan foydalanib kelishyapti. O'zini to'rtta bolasi bilan birinchi xotinni haydab olib turib, davlat yerlarini o'zlashtirib turib, o'sha birinchi xotindan o'g'ani aminasini pulini olib kelib, uy kadastrini qilib turib, o'sha yerlardan foydalanib turib, o'g'irlab mani molimdan foydalanib kelyapti. Kimsan sen? Nega kelasan sen sudga? Ishonchnomen bormi? Advokatmisan? Kimsan sen? O'zing to'rtta bolani oldiga eblab qo'ygan, xo'pmi? Meni qizim bolani olib kelib ikkinchi xotining bilan yashab yuribsan. Kimsan sen? Moshennik. Maraz. Hozir keladi, zarar qiluvchi qog'oz bersa keladi.
O'sha xotinni olib kelib san qo'shgansan. Men qo'rqadigan joyim yo'q. Manga telefonimda olib turmagan, xo'pmi? Sen kimsan? Men videoga olasan. Men shaxs daxlsizligim. Nimaga meni molimni san ishlab o'tiribsan? Nimaga meni molimni san ishlab o'tiribsan? Siz sotdorsiz. Yaxshi Mustafa. Radiyasi boshlandi. Radiyasi boshlandi. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? O'rna hozir o'rna. Sizga yozib beramiz, siz turing. Ana to'plarni bo'lsa, hozir to'plarni yozib beramiz. Molim olgani borsa, mana shunda nasib turadi. Mana yalmay, beti yo'q. Zali tamam bo'ldi bular. Hamma narsamizga ega chiqdi. Mana ayolni chaqirib arzimagan 1 million 2 million yig'mayman. Har bitta shunaqa pulimni yig'ib 1 yilda 2 millionmi 300 millionmi hammasini yarmini qat'iy tartibda yana alimentga berib so'raveraman. Assalomu alaykum. Shuni berib beraman. To'yga kelganda kiyinib kelganini qarang, o'zini ko'rsatdi. Xotining nima bo'ldi? To'xtab olay, mana qayda boruvding-ku? Nima bo'ldi to'xtab xotining? Ana to'xtab olay, menga desa seni yomonlik bekorga emas ekan-da. Alo. Kirmayman, sizga keltiraman. Kirmaydi, kirolmaydi. Qog'ozni olib kelib o'tchi, ana qilmoqchi bo'lganda. Ularga har bitta xarajatimni olib kelib, sudga qayta beraman. Bo'pti, siz keting. G'urur yo'q. O'zim qilaman, jamoat uchun notinchlik bor. Shaxs qaranglar, nima bo'ladi? Qaramizdan ichkariga kirib olib, kamera ishlaydimi deb kamerani yoqib qo'yaman. Telefon joyida. O'da qog'oz, mani bolamni alimentini, kasal bolamni alimentini kamaytirish qilingan qog'oz. O'shani qilib. Gap yo'q. Qarachish yo'lini ham bor. Mollarini yaxshi turibdimi endi? Maza foydalanib o'tirsan mollarini? Ha? Qanaqa qilib kelinni molidan foydalanib o'tish mumkin? Buni o'zing sotib olibsizlar, fakturani olibsizlar. O'g'il ajrashibdi. Sudga aloqasi yo'q, hech qanaqa bir dokument yo'q, odam sudga kirishi yo'q. Kasal bolani alimentini kamaytirib olganda ma'lum. Qanaqalar ham shunaqasi bo'ladi. Qanaqalar ham bo'ladi. Degandan so'ragan. Kadastr qilgan. Bo'ylabga tegishli bo'lgan yerni o'ziga qo'shib olgan. Qanaqa hududlar? Larga tegishli bo'lgan yerlar. Kasiyam boshqa. Zakr yo'q.